Musulmonlarning ichidagi eng mohir savdogarlardan bo'lgan Abdurrahmon ibn Avfdan so'rashdi. Buncha boylikka qanday qilib erishdingiz? Rasulullohning duosi bor edi u kishining ustida. Mana shu narsa esimizdan chiqmasin. Birinchi shu. Endi qarang, o'ziga tegishli bo'lgan joyida. U kishidan so'rashdi. Qanday qilib mana shuncha boylikka ega bo'ldingiz? Ibn Avf javob berdi. Vallohi mastaqlaltu ribhan va la bi'tu daynan. Tijaratu ad-dayni laysat bi tijara, bal hiya zullun va tasawwulun va faqrun va hammun. Vallohi hech qachon topgan foydamni oz sanamaganman. Qo'lingizdan keladi savdogarlar. Topgan pulimni hech qachon oz sanagan emasman. Vala bi'tu daynan. Nasiyaga oldi sotdi qilmaganman. Chunki tijoratud dayn